çoqum o'rinlab beraman qo'zam. Ha, buldumma. Qachon vaqt qo'sha? Anglayotganlar Merkezi Xalq Radio stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Padişahlarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar, bir umr dag'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yutib etaman. Manjola toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylarida katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtin otqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Kepak darvish beshini silkib etib turgan yeriga tam to'g'rislaga bir-birlab qarab chiqdi. Niyoz Sekimbekning yirginishlik chiroyiga yana bir qitim sinchilab sat soldi. Faqat shu chog'dala o'zining jazo maydonidagi dar oldiga va boshqa bir yerga mu emas, balki Niyoz Sekimbekning oldiga akilinganligini bilib yetdi. Meni bu it o'ziga akalguncha o'sha pitliq zindonni qo'yiversa bo'lmasmidi? Yo'q. Bu yerda jazman bir gap bor. U noahli tegidakni bilib olgan gap. Bilib olsa, yana nimadan qo'rqquliq? degan o'y qolisidan chaqmoq tezligida o'tib ketdi. Niyoz Sekimbek ko'rpa ustida o'rib bo'ldi. Mol bozoridagi qoqvash bediklardek darvishning yolon oyoqlaridan o'zgilan sochlarigacha ko'zitib chiqqandan keyin, "Qani, savolimga javob bering, darvish. Hokim bilan puhra uchrashganda kimga avval salom berish kerak?" deb so'radi, qo'lidagi piyolani chayqab turib. Kepak darvish tinmay, tantirmay javob berdi. Puhra hokimga kichik cho'ngga avval salom berish kerak. Undaqda siz nimishqa menga salom bermaysiz, darvish? Hokim zolim bo'lsa, puhraning salom berishi joiz emas. Cho'ng bad axloq bo'lsa, kichikning salom berishi joiz emas. Men qaysi xilga tava? Har ikki xilga. Niyoz Sekimbek kutilmaganda qoqoqlab kulib ketdi. Kulkidan o'zini oron to'xtatib elib, bir o'tlam choy ichib oldi. Gapingiz ochiqkan. Hozircha men zolim va bad axloq bo'lgan bo'lay. Endi rasmiy suhbatga ko'chayli. Savolimga mana shunday ochiq javob bergaysiz. Malol kelmasa, men bir so'rab olay. Bu suhbatmi yoki qozi bilan gunohkor orasidagi so'roq javobmi? Kepak darvish bo'ynini Niyoz Sekimbek tarafga so'zib turib so'radi. Niyoz Sekimbek uning nima demoqchi bo'lganini anqira olmay, sal g'angirgandek bo'ldi va Suhbat, albatta suhbat. Sizni hech bo'lmasa xonamdan ayrilg'uchi gunohkor deb qaramayman. Undaqda quloq siling, hokim. Suhbatdoshlarning o'rni barobar bo'lishi kerak. Biroq o'zini suhbatdoshidan ustun hisoblaydi ekan, u holda bu suhbat emas, balki qozi bilan gunohkor orasidagi ish bo'lib qoladi. Masalan, olayliq, men o'ri tursam. O'ltiring deyishni unutib qolganimni qarang. Hay, musha kasalza. Niyoz Sekimbek o'zining ha degandala o'sal bo'lib qolganligini to'yib oldi. Darvishga olmon-talmon taygoqning yuqorisidan nariq o'rin ko'rsatdi
kepak darvish tuzut qilmayla bodashqan qurib o'ltirdi. Niyoz Ekinbek Qashqar safaridan qaytib kelib uzoq o'tmayla bir sarang darvishning tutib kelinganini anglab Xolmon Pansatqa "Ha? Mushundaqmi bir darvish bormi ekan texi?" debla diqqatini ko'z oldidagi ishlarga burayotgan edi. U chog'da qafasdan qochgan qushdek yurak oldi bo'lib ketgan Niyoz Ekinbekning qiladigan ishi beshidagi chechidan to'la edi. Qandoqdir bir darvish ustida o'ylanib o'ltirishga cho'lisi tegmaydi. U o'rdadagi bir-biriga o'ri ko'lishib yurgan qitug'ur mansabdorlarni bir maqsad yo'lida birlashtirdi. Abbos Mirzaning yetti nazirsini beribdi. Qashqardan kelgan xabar uning beshini besib turgan tugman teshini o'ribdi. Endi u dushmanlarining ishini bir yoqlik qilish uchun koni hisobotni qo'liga ololgudek fursat chiqara oldi. U raqiblarini va raqib bo'lib chiqish ehtimoli borligi kishilarni tasviy sergandek serib o'tkazib, yoshirin xavfa eng zo'r bo'lgan darvishlar to'pining bir a'zosi kepak darvishning ismini uchirtib qoldi. Ko'rinishda toat ibodatdan bosh ko'tarmaydigan, amalda o'ziga cho'ng bosh og'riqi tepib bergan heliqi bir to'p chatoqchi darvishni o'chmanlik bilan yodida saqlab kelgan Niyoz Ekinbek kepak darvishga hargiz sal qaray olmaydi. Uning ichiga kirib chiqmaguncha hargiz bo'ldi qilib atmaydi. Shunga u Pansat zindoniga moroqcha avatib, bu darvishning gap so'zlarini anglab, mijoz xulqini ko'zitishga boshladi. Oxirida hech kimdan va hech nimadan qo'rqmaydigan, minglab puqrani og'ziga qaratib, cho'ng yerga mush otolgan bundoq odamni oshkora yoki yoshirin yo'q qilib etishning o'zi harining uvisiga yog'och tiqqandekli bir ish bo'ladiganligini o'ylab yetdi. Agar u o'ltirib etiladigan bo'lsa, qaysi bir mozorda istiqomat bilan bo'lib ketgan heliqi bosh-boshdoq darvishlar qayta yopirilib kelishi, hatto qo'lidan har balo keladigan xo'talliklarning qayta chatoq chiqarishiga tuturuq bo'lib berishi mumkin edi. Niyoz Ekinbek Johil va bir fikrlik odam ba'ayni kalkunga o'xshaydi. Uni o'z arkiga qo'yib assang, xonamoningni vayron qilib, mo'ljarligisiz ziyon keltirdi. To'g'an bilan to'sib o'z eriqingga boshlab olsang, bog'laringni sug'urib, tugmaningni cho'riydi. Johilni johil demay, o'z siziqingga kirgizsang, ming yavoshdan qo'lidan kelmagan ish bir johilning qo'lidan keladi. degan o'y bilan kepak darvishni oldirib kelgan va yakma-yak tutishib belini agmoqchi. Oldig'i to'g'an selib o'z siziqiga kirgizmoqchi bo'lgan edi. Biroq tunji qitimliq bel tutishish uni xeyli holsirtib qo'ydi. Shuning bilan u raqibini bir peshvo bilan mot qilmoqchi bo'lib, gapni uni kamsundirishdan boshladi. Darvish bilan tijimanning nim farqi bor? So'rida u bir qismi hejib. Kepak darvish tezlik javob berdi. Farqi kunduzi bilan kechidek ro'shandir. Darvishlar Allohga ishtiyoq qo'ygan oshiqlardir. Tijimanlar ishtiyoq sizimidan mahrum baxtsizlardir. Niyoz Ekinbek to'nirda turayotgandek terlashga boshladi. Ikki cheksida burnining uchida paydo bo'lgan teriqdek ter tomchilari butkul yuziga yomridi. U munozara bilan bo'lib ketib tarni surtib elishni yodidan chiqardi-da, qiyin deb hisoblagan savoldan yana birini o'ttirg'i tashladi. U Darvishlar Alloh Alloh deysizlar-ku, Alloh sizlarga nima deb riyozatdan o'zgini bermaydi, dedi va endi nima darsankin degandek sal kerilib oldi. Kepak darvishmu hargiz bo'sh kelmadi. Shahar olgan otomandek kejib o'ltirgan Niyoz Ekinbekka ko'zining quyruqida qarab qo'yib mundoq dedi. Rozimisoqdan odam avlodlaridan kofir va mo'minlar ayrilgan chog'da Alloh bandalarining oldiga ishq muhabbat, ilm ma'rifat, amal mansab, dunyo dafina va xorliq, riyozatlarni qo'yib bandalariga xoliqninglarni elinglar degan. Mushaqqatni xoliqallar ishq muhabbatni, hidoyat topqanlar ilm ma'rifatni, oshko'zlar amal mansabni, nafsi bola to'ymaslar dunyo dafnini olgan. Bu dunyoning royitidan kechib, u dunyolikni ko'zlagan darvishlar bo'lsa, xorliq bilan riyozatni ixtiyor qilgan. Bu dunyoning riyozatimi, u dunyoning royitimi o'xshashda Alloh egamning biz darvishlarga qilgan in'omi emasmi?
Niyoz Hekimdek yeli qochgan to'limdek lassida bo'lib qoldi. U bu umrgacha bundaq suvandar hozir javob odamni zadili ko'rib baqmagan edi. Bundaq odam mayli darvish bo'lsin yoki tejmal bo'lsin, e'tibor tarosida eg'ir salmoqni egilaydi. Aqlliq so'zmanlar ba'ayni qiyinida jim turmaydigan o'tkir shamsharga o'xshaydi. Sepi sening qo'lingga o'ssa dushmaningning holiga voy. Dushmaningning qo'liga o'ssa sening holingga voy. Qisqili davom qilgan bu tomir tutish Xolmon Pansatning nazaridagi bu sarang darvishni birdamning ichidala aqlliq bir avliyo darajasiga ko'tarib etdi. Elimi Xudo saqlabdi. Agar u dal vaqtida zindonga tashlanmagan bo'lsa, jazman bir ish terib qo'yar ekan. Degan bir o'y Hokimbekning xiyolidan yo'lt qilib o'tib ketdi-da. Ya bu shamsharni qo'limga olaman, ya uni hukm talqon qilib tashlayman, deb qasamyod qildi. Betoqat bo'lib maqsadini ochiqli aytdi. Darvish ota, sizlarni zindondan ozod qilib etay. Xolislar jimi mozorlarning vaqfisini qo'llariga tutqizay. Xolislar uy-joy in'om qilib, ta'minot belgilab beray. Og'zingni yummun apiq. Meni nima desang-da, lekin ota deb nomimni bulg'ima. Ya savol. Kepak darvishning quturgan qoplondek etilib kelayotganini ko'rgan Niyoz Hekimbekning yuragi yerilib ketgili tasli qoldi. ixtiyorsiz kayniga dojib tomga choplashib qolay degandila, yasovullar etilib kirib, darvishni taraf-tarafdan orig'i ilib oldi. Kepak darvish ota degan so'zni anglabla, Niyoz Hekimbekning razillik va hiyligarlikka to'lgan umr ko'rinishlarini ko'z oldidan o'tkazib ulgurdi. Quloqlarining qichqi kelib, teni qo'rildi. Nomusdan cho'g'da qizirib ketgan yuzi ming'lig'an chumuli o'mlab yurgandek chimildab ketdi. Xo'rliq va ohona toqat piltisiga o't yoqdi. G'azab chaqmoqi chiqilib, nafrat sadosi guldirladi. Hokimbek bilan sarang darvishning parangidan keyingi bir juma kuni. Shahar shamolliq bo'lsa-mu, havo yanada ochiq edi. Namozdan yongan va turmush halakchiligida bozorga mongan odamlar qo'l ko'chalarda ishtik qadamlar bilan ketib boradi. Qo'ynayotgan qozondek po'ruqlab turadigan bu qadimki bozor garchi tinch kunlardagidek obod bo'lmasa-mu, lekin puxra nazarida u yanada bozor hisoblanadi. Onda sanda ochiq turgan do'konlarning savdo setiqi yomon emas yurishib turadi. Koni yangi mol yoyimlari, to'mirchilik, miskarchilik do'konlari bozorning ichki tarafini bo'ylab xeyli yiroqlargacha so'ziladi. Oshnon yoki pishirilgan kavu ko'ktat sotadigan g'oltekchilar jenining boricha varqirab xaridor chaqirishadi. Ey Yohannas! Ishtinglar amuxas! Mendin demeklik, sinidin işitmeklik. Jakar şulki, dervişlerinin dervişi, müminlerinin mümini, Cenab-ı Kepak derviş kılgan günahini gerdiniga ilip, tovi istihbar etkini sebeplik, bedölet alilerinin şolisi, ehli musulmanlarının hemkori olmuş Niyoz Hekimbegimning aposi birle, ulug' juma kuni mushu ulug' bir soatda zindon azobidan ozod qilindi. U zot ebedil ebed Hokimbegimizning homiyligidir. Ey Yohannas, ishtinglar amuxas. Pildek egiz qora to'paqqa minib, monjulardan qolgan mis jog'ni jaranglatib, xo'tan osmonini titirtayotgan o'rda jakarchisi bozorning kun chiqish tarafidan kirib, kun petish tarafidan chiqib ketdi. Uning havo guldirlagandek yo'g'on, bo'g'iq ovozi bozorda xeyli uzoqqa jaranglab turdi. Ah, ulug' Xudo, bandangni bundoq kunga qo'yg'icha oladigan omonatingni olsang bo'lmasmidi? Niyoz Hekimbekning qabulxonasidan udul zindonga akilib tashlangan. Bugun atiganda tuyuqsiz qo'yib berilgan. Ammo nima sababdan qo'yib berilganining tegi-taktiga yetolmay bir besib, ishki besib bozorga kelib qolgan Kepak darvish bu ajallik jakorni anglab dong qaytib turib qoldi. Kimdir Kepak darvishga qo'lini chinab turib, bir to'p haqam soyilariga qaranglar. Hokimbekning homiyligiga kirgan Kepak darvish degan ana ov shu. 35-bob qisos o'ti lovuldaydi. Ular tog' orasida xeyli uzoq yo'l yurdi.
qorliq tog' va muzliq eqinlardan kesib o'tib, kun qayrilgan mahalda davondan pastga seyrildi. Abdusodiq oldi tarafdagi jilg'a orasidan uchi chiqib turgan daraxtlarni ko'rsatdi. Ana, yetib keldik. Avu osmonpalak egiz daraxtlar, mozorning teraklari, dedi u hayajonlanib. Oy Muhammadning oyoqlariga birdalla mag'dur kirib qoldi. Ishib, telib turgan yo'tlari bo'shishib, qadamlari shamoldek tezlashib ketdi. U endi tog' yo'lida emas, balki bog' saylisida ketayotgandek yengil ketib boradi. Yoshligiga qaytgandek ruhlangan Aqmollammu Oy Muhammadga so'ngdishibla qil yo'rg'idek yo'rg'ilaydi. Ular ikki jilg'idan o'tib mozor oldiga yetib keldi. Putoqlari bo'rtib, qo'llari qadangshib ketgan 4-5 tup qeri terak mozorni va mozor yenidagi toshdan qo'pirilgan oddiy hujrani o'rab turadi. Ehtimol biror ulug' zotning qabrisi yoki qadamgohi bo'lsa kerak. Yo'lg'un, siriq, oliqat va boshqa noma'lum chatqonlar bilan purkangan qabrisimon do'ng yenida bir buloq tosh qozonda qaynayotdi. Buloq suvi tog' bag'rig'icha eriq bo'lib eqib tushdida, tushgan yerida sovib, xeyli kang bir parcha muzliqni paydo qiladi. Chatqonliq do'ng ustiga quyuq hidi tiklangan. Hidilarga somon tiqilgan to'lumlar, shaddilar va rangarang purushlar eslagan edi. Girvaklari titilib, rangi o'ngib ketgan uchburchak alamlar tog' shamolida lapildab, chavak chalgandek ovoz chiqaradi. Abdusodiq chaqqonlik bilan hujra oldiga berib, yem yepiqlib turgan eshikni ehtiyot bilan ittardi. Kayniga burilib, shapi chiqarmanglar degandek ishorat qildi. Oy Muhammadlarmu putining uchida dastlab Abdusodiqning kaynidilla hujraga kirib keldi. Kichikina hujra kun nuri tushmaydigan cho'nqur jirodek g'uvo yo'rib turg'achqimu yoki mozorga tam tutash bo'lg'achqimu kishini xeylila aymandiradi. Tam tuyiga ratlik tizib qo'yilgan qozon qo'much va bir qancha parcha o'shlanmagan qo'y terisidan o'zga hujrada ortiqcha bisot ko'rinmaydi. Hujr ishikining udulig'a to'nglikdan etilib kirayotgan bir dasta sho'lining ostiga oppoq kigiz joynamoz selingan. Joynamozda qomatli kelgan bir kishi ishikka kaynini qilib o'ltirib istiqomat qilayotdi. Yelkisi ustidan ko'rinib turadigan quyuq gejak saqili durut ovoziga mos holda ritmli tavrinatdi. Alloh bilan bir jon, bir tan bo'lib ketgan vujudi sezgu a'zolarining jimi sezimini tashqi dunyodan tamoman yulib olgandek qiladi. Vaqt qadam-qadam yiroqlashmoqda edi. Oyoq ostida so'zilib yotgan poyonsiz qormuz dunyosini illitish avorchiligida toljiqqan quyosh tog' cho'qqisiga bosh qo'ydi. Ular tiniqini ichiga yutib, toqatini yuganligan peti xeyli uzoq saqlab turgandan keyinla bo'y juplangan oloqonlarni pastga tushirdi va oldirmay o'rnidan turib kayniga burildi. O'ri turi verib tiniqdan qolgandek qaytib qolgan ko'ni yangi mehmonlarga yuzlanib, o'ng qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelishiblar. deb illiqini salom berdi va ularga qo'l uzatdi. Bo'y Abdusodiq va Aqmullam bilan oxirida Oy Muhammad bilan ko'rishdi. Ikki juft mazmut qo'l mahkam kiralashdi. Oh, nima degan issiq qo'llar bu? Ikkilan shundoq o'yladi va tangla bir-biriga qarashdi. Taajjub va muhabbat taftidan texmi bekrak ro'shanlashgan ko'z nurlari suv qitilgandek singishib, o'zlashib ketdi. Azim daryodek to'lqinlanib turgan kuchli sezgi bir-biri bilan mahkam kiralashdi. Qo'ldan qo'lga o'tgan o'tdek harorat tomir bo'ylab saldek eqib, yuraklar dengiziga qo'yildi-da, yurakdan yana vujudiga tarqilib, tasavvurdan tashqari zilzila paydo qildi. Dada! Ah, dada! Issiq yosh Oy Muhammadning ko'zlaridan go'yo buloq bo'lib etilib chiqdi. Bo'vaymu Oy Muhammadni mahkam quchoqlab, o'ngrab yig'lab tashladi. U: "O'g'lim Oy Muhammad, bu senmi?" degan birli so'zni takrorlaydi. Oy Muhammadning bosh ko'ziga to'xtamay so'yatdi. Aqmullam bilan Abdusodiq bu ulug',
Ammo oddiy uchrashishni aqliga sig'dirolmay ovora edi. Taqdirning chaqchiqi shunchalik qiziq va shunchalik tasodifiy bo'ladi ekanki, ba'zida odamni yig'latadi ekan, ba'zida kuldiradi ekan. Taqdirning ana shundoq chaqchiqi tufayli diydorlardan mahrum bo'lgan. Faqat xiyoli bilan tushidili ko'rishib yurgan betalay ota bola yana bir chaqchiq bilan bu tog' orasida ushtum-tut uchrashib qoldi. Ko'zlarining tag-taglariga qarashdi. Parang bir yerga borganda Oy Muhammad xafa bo'lgan holda: "Dada, podshohdan ko'nglim qoldi deb uydan chiqib ketganingiz nimasi? Yo bir apoch xetingiz yo'q, yo bir eg'iz so'zingiz yo'q. Ansirab 10 jinimizning biri qolmadi. Mana endi turayotgan yeringizni demandigan tehi." Devidi dadasi shu hamon gapni tortib elib tushundirdi. "Menda nima iloj o'g'lim? Umrim bor deb to'p qo'yibdiman. Nadim bilay? Shu to'p bir begunoh odamning jiniga zomin bo'ldi. U odamning havoga butun ko'tarilib, yerga 4 parcha bo'lib tushgani xiyolimdan zodi neli ketmadi. Qancha o'ylasammi, o'zimni kechirolmadim. Qanday qilsam gunohimni yo'larman deb qozi kalonning oldiga berib ta'bir so'radim. Qozi kalon, xun gunohiga sherik bo'lganlar yo 9 ko'rik yasatmaqi, yo 9 quduq, 9 ko'l qazdirmoqi lozim. Agar bundoq savobli ishga qurbi yetmasa, odam zotdan xoli mozor mashoyixlarga berib, nopak insonga yuz bermay 19 oy itikobda o'ltirib istiqomat qilmoq kerak. Shundala xun qarzi gardandan soqit bo'lg'usidir deb fatvo berdi. 9 ko'rik, 9 ko'lga bizdan nadi pul. Shuning bilan gunohimni yuyman deb hammanglarni qiynig'im kelmadi. Bordigan yerimni aytmadim. Sizlarni Xudoning yo'lida tashlab qo'yib, bu yerga kelib panohlandim o'g'lim. Meni kechirgin. Gunohimni yuyish bilan bo'lib ketib, sizlarni tashlab etdim." Oy Muhammad ko'ziga yana yosh elib, dadasidan kechirim so'radi. "O'g'lim, sening salomat turibdiganda. Enimcha, uning ko'zi hunarga xeli pishib qoldi-ku deyman." Tog' orasidagi jimjitlikda siqilib turgan bu hujra tirik qilgan shapa ongansila kukum talqon bo'lib ketidigandek tinchlikqa cho'kdi. Tiniqlar to'xtadi. Qonlar eqishni ostilatdi. Bundaq jimjitlikdan iztirobga tushgan qovul ustining toqat qotisi oxir vaqtida qilib yerilib ketdi. "Gap qilg'ina o'g'lim. Dadangni buncha taqozo qilmasangchi?" dedi u qandoqdir bir kelishmaslik yuz berganini sezgandek beorom bo'lib. Yig'isini ichiga yutib, levini mahkam tishlab o'ltirgan Oy Muhammad dadasining bu gapi bilan tang dadasining bo'yniga yeng'ivashdan kirasilib, buquldab yig'lab ketdi. Ufkam, o rahmatlik. Nima deding bolani? Oy Muhammad dadasini ko'rgandala uning oradan 10 yil o'tgandek tez qiyirib, yodab, mukchiyib ketganini his qilgan. Oningga eg'ir kelmasin deb al-yurt va in-singillarining beshiga kelgan baloyi ofatdan vaqtincha xabarlantirmaslik qaroriga kelgan edi. Biroq uning muğluq ko'zlari dadasining o'tkir qarashlariga bardoshlik berolmadi. Og'riqni yoshirsang o'limi oshkora degandek motamlik chiroyi, g'amkin qarashlari, oshiqlarnikidek o'sib ketgan soqol burutlari dadasiga hamma sirni fosh qilib qo'ydi. Oxiri u o'zini to'xtatib elib, bo'lgan voqeani dadasiga bir-birlab so'zlab berdi. Habibulloh xonning taqdiri, Yoqub begning qirg'ini, Niyoz Hekimbekning askiligi, bo'libmi Yor Muhammadning qazoga yo'liqishi, Gul oyimning baxtsizligi qatorliqlardan xabar topgan qozonchi qandoqdir bir surni pichirlab Allohga hamd sano aytgandan o'zga yig'i zarmi qilmadi. Yoqi yirtib uribmi ketmadi. Faqat qibla tomga oldini qilib, hujra sirtidagi noma'lum ulug'ning qabrgohi tarafga yuzlandida, qo'llarini ko'ksi ustida almashtirib, beshini to'van soldi. U dil uyining tanho xaqoni bilan xiyolan mungdashdimi yoki hurmat taxtidan o'rin olgan mozoyi zotga dod aytdimi, buni hech kim bilmadi. Vaqt o'tib, to'nglikdan tushayotgan bir dasta yo'ruq hujra ichidan g'oyib bo'lgandila, ondan kayniga burilib, to'g'ashda qizirib ketgan ko'zlarini Oy Muhammadga tikdi.
O'g'lim, ergi bir navbat, yergi bir navbat degan tamsilni anglaganmiyding? dedi u kang olqinini Oymuhammadning yelkasiga qo'yib, keskin talaffuz bilan. Dadasining demakchi bo'lgan gapining chak-cho'risini boyqab ulgurgan Oymuhammad ishkilinib turmayli javob berdi. Anglagan dada, dal sizdan anglagan. Qovul usta Oqmullam bilan Abdusodiqning oldiga berib, ularning kuchini sinab boqmoqchi bo'lgandek, murisidan qamollab birma-bir silkib chiqdi-da, uchaylarga qaratib, Allah bizga shundoq bir navbatni baxshindi qilibdiki, bu do'ram yo jon olmoq kerak, yo jon bermak kerak. İnşallah xotanda biz bor, Niyoz Hekimbek yo'q. U bor, biz yo'q. dedi qasamyat qilgandek tantana bilan. Qovul usta etikabda o'ltirishdan cho'rtla voz kechdi. To'liq bir kecha kengashish natijasida o'g'li bilan Oqmullamning dastlabki planini muvofiq ko'rdi. Ular Chaqartiq mozorida makon tutib, oltin konidagi hosharchilar bilan aloqa qilmoqchi. Hoshar baglarni ujuqtirib etib, chira orqali Yo'rinqashqa, ondan Xotan shahriga tuyuqsiz tegish qilmoqchi bo'lishdi. Ular tong bilan tang yo'lga chiqib, qosh qaraygan mahalda ondan Chaqartiq mozoriga yaqinlab keldi. El og'zida nomi bor bu mozorning kun chiqish tarafi taqqa yondashgan bo'lib, kun petish tarafidan Bo'g'iz daryosi eqib o'tadi. Ko'kka taqashgan dal daraxtlari, suma, xonaqolari, tavobchilar tushadigan hujra xonalari bilan qo'shilib, cho'ng va hayvatli ko'rinadi. Qorong'u tog' va oltin koniga borg'ili bo'ladigan yolg'iz oyoq chig'ir yo'l bu mozordan yarim kunlik yiroqlikdagi jilg'i ichiga joylashganlikdan bu joy otayin keladigan tavobchilardan o'zga hech kimning diqqatini tortmaydi. Mozor bilan oltinkon orasi udul chig'ir yo'l bilan piyoda manganda faqat bir kunlikla musofa edi. Ular kokchidek nepiz muz qotgan Bo'g'iz daryosidan o'tib, Yilan bag'ri chig'ir yo'l bilan tog' qoptiliga qarab o'rladi va qorong'u tushmasdala manzilgohiga yetib kelishdi. Mozorda jorib kashmu tavobchilarmi ko'rinmaydi. O'jri ishiklarimi hanqirg'ay ochiq turadi. Kelganlar ochiq hujrlarning biriga kiribli joylashib oldida, o't yiqib, oncha-muncha isinib olgandan keyin doq yerda yetib qolishdi. Tuzlang yurtlarda o'jmi pishqi bo'lishiga qaramay, atiyaz shamolining qadami tog' orasiga amdilatin yetib kelib o'tadi. Jirami-jira oralab, tog'mi-tog' usib yurgan ansiz shamol shoxlar orasida gurildaydi. O'lguchiki bo'shab ketgan hujra ishiklarini to'xtamay taqildatadi. Nalardandir uchirib kelgan to'pichanglarni to'ngliklardan, ishik yo'chuqlaridan, tom to'shiklaridan hujra ichiga tashlab ketadi. Tun hasi bo'lib qolganiga qaramay, yonma-yon yotgan ota bola qozonchilar nemishqidir uxlay olmay yotadi. Tog' kechisining hul sovuqimi, tuyuqsiz uchrashishning hayojanimi, Yor Muhammad bilan Gul oyinning qisosimi ularning uyqusini haydab turadi. Dadasining uyan o'rilib, buyan o'rilib uxlay olmay yotganligini to'yib qolgan Oy Muhammad uni to'ngilgan bo'lsa kerak deb paraz qildi va ko'rak juvusini yetib qo'ymoqchi bo'ldi. O'g'lining g'arizini tushungan Qovul usta o'g'li tarafga o'rildi-da, juvini ishtirib turib, "Uxlay olmay yotganingni to'yib turaman, o'g'lim. Mening ko'zimdan uyqu kechib turdi. Mungdashqash yotmasak, bu uzoq kecha tong otadigandek emas." Devidi bu gap Oy Muhammadga mu yiqib ketdi. Gapni neden boshlasam bo'la? Oy Muhammad mozorga kelib yetib dadasiga daydig'inini deb bo'lgan edi. Endi yana nimalarni so'zlab berishi kerak? U dadasiga kepak darvish haqida texi hech nima aytib bermaganini yodiga oldi. Shundoq, u darvish dadasini ko'ni og'inam degan edi. O'ltirsa qopsa uni eg'izdan tushirmaydi. O'zgalarga mu otiliq mehrini yetkazgan edi. Shunga u yenik xo'rak tortib atgan ishga hamrohining uyqusiga daxli qilmaslik uchun dadasidan pichirlab degidek so'radi. Dada, siz yakanlik bir darvishni tunamsiz. Yakanlik darvishni? Eti, laqimi nima ekan u darvishni? Biladiganlar uni kepak darvish deydi ekan. Ismi shundoq bo'lsa kerak ehtimolim. Kepak darvish? Yo'q o'g'lim, kepak darvish deydigan odamni tanimaydi ekanman.
yakanlik darvish desang, eliqi quroq darvishmikin deb qopdiman. Men tunuydigan u darvish quroqjandi kiyib yuratdi. Siz degandek u darvishmi quroqjandi kiyib yurdi. Yeshi 60lardan oshgan odam, chiroyi qarig'moyil, o'ruq. Ehtimol o'sha quroq darvish bo'lishi mumkin. Bu ot, bu laqamni 10 yil burun biz bir qanchamiz Imom Ja'far Sodiq mozoriga tavob borganda qo'yib qo'ygan edik. U darvishning asli itini so'rab beqish hech qaysimizning yodiga kelmabdi ekan. Lekin u Aflotundek oqil, Xizrdek oq ko'ngil odam edi. Haras, u tavobdan qaytishida bizning uydimi xeyli uzoq turgan. O chaqda santexe eg'i yo'q ishdan kiyib yuratding o'g'lim. U onaning rahmatini yerligida qo'yib bergan edi. Oy Muhammad amdili gap qilay deb turadi, damlanmagan eshik taraqqida qilib echilib ketdi. U darrov beshini ko'tarib shundoq qarab edi, ikki gavdaning eshik oldidan lippida qilib o'tib ketganligini ko'rib qoldi. U dadasini tortqishlab pichirladi. Dada, eshik teshida ikki odamning qorisini ko'rganda qildim. Jin shayotun yoki izimizga tushgan birari bo'p qolmasin yana. U qo'rqimsirab turib dadasiga shundoq dedi-da, bolaliqini qilib dadasiga yaqinroq surildi. Kichikligida anglagan mozorda jin bor degan gap uning yodidan ketgan edi. Qovul usta oshu chet mozorda tig'dek yolg'iz turibmi, jin arvoh degan narsani sodali ko'rib boqmagan edi. Shunga o'g'lini xotirjam qilish maqsadida talog'i qarab boqmoqchi bo'lib, o'rnidan turdi. Jo'sini yepinchaqlab ishga qarab maqdi. U bo'sog'idan otlabla o'lik varqirdi. Sizlar kim? Odammi yo arvohmi? Dadasining ovozini anglagan Oy Muhammad talog'i chiqibla nima qilarni bilolmay qaytib qoldi. Odammi, jinmi ish qilib, 10 gavda koltek to'qmoqlarni ko'targan holda eshik oldida devaylashib turadi. Odam bo'lsa-mu, jin bo'lsa-mu, alpozi xeyli yomon edi. Zuvaninglar yo'qmi? Jin bo'lsanglar, men jin danglar. Jinlarning podshoyi bo'lsanglarmi, jajanglar aytal kursi. Odam bo'lsanglar, biz odam danglar. Qo'rqitimiz deb bekor avor bo'lmanglar. Qovul ustining mozor osmonini titrtayotgan ovozi Oqmo'llam bilan Abdu Sodiqni uyg'otibdi. Jinlarmi oxir zuvonga keldi. Biz odam, Mursiyaning egilari. O'zinglar nima odamsizlar? Nima odam bo'latdiq? Bu yerda yotgan ulug'larning ro'yini seg'inib, tavobga kelganlar. Tavobga ketdimish degi. Eng yaxshisi Niyoz Hekimbekning yaloqchisi ekanliginglarni iqror qilinglar. Endi bu yerdan sog'-salomat chiqib ketamiz deb xom xiyol qilishmanglar. Niyoz Hekimbekning odimi nima deb bizga haqorat qilasizlar? Ularning jin emasligiga ishinib, putqo'liga jon kirgan Oy Muhammad Niyoz Hekimbekning odimi degan gapga qo'rsqi ko'pib, shu hamon g'azabga keldi. Biroq Qovul usta ularning gapining tegida gap borligini tamlab yana so'radi. Nima deb qorisiga gap qilib bizga tuhmat cho'qlaysizlar? Anisi nima deb bu yerga qurol yarog' ko'tarib kelasizlar? Gap mundaqkanda. Sizlar kim bo'lasizlar? Biz 7 iqlimga chechilgan, rizqimizni tepib yeb, mozor mashoyixlarga duo qilib, savob izlaydigan darvishlar. Darvish? Ikki taraf tegi taxtini maqsad mudoalarini bilib bo'lguncha tongmi suzilib ketdi. Chiroy ko'rishib, til almashtirishgandan keyinla ondan hammaylarning andisisi tugab, ora ochiq bo'lib bo'ldi. Yerim kechida g'ovg'a ko'targan bu kishilar aslida neliqi bir to'p darvishlar edi. Ular Xotan shahrini tashlab ketgandan keyin Imom Ja'far Sodiq, Imom Ja'far Tayrin, Lochin ota qatorliq mozorlarni tavob qilib bo'lib, Chaqirtaq mozoriga kelib turib qolganiga 3-4 oylar bo'lgan edi. Ular qaysili mozorga bormasin, Allohga va mozor xo'jam arvohiga Niyoz Hekimbek ustidan dod shikoyat qilishadi. Shoh yerib, yog' puritib, uning zavol tilaydi. Tönögün ular 4 odamning qurol yarog' ko'tarib, bu tarafga kelayotganini ko'ribla, ularni yoshirin ko'zlashga boshlagan edi. Gumon iymonni qochirar degandek, bu notunish qurolliqlarni Niyoz Hekimbek avatgan oyg'oqchilar deb jazmlashtirgan darvishlar tun tang bo'lganda birli hujum bilan bu oyg'oqchilarni yo'q qilib etish qaroriga kelgan edi. Ularning orasidagi uzun soqol darvish apu so'rg'an talaffuzda dedi.
Kechiringlar tuqqanlar, sizlarga qaramliq qilib qo'yg'ili tashlamas qopdiq. Orqadilla yana bir darvish gap qistirib dedi. Qaraganda Xudovandi Karim duoyimizni ijobat qilgan o'xshaydi. Mana endi sizlarni bizga yetkizdi. Kuchimizmi ulg'aydi. Niyoz Hekimbayni qo'g'lab chiqirib, Allohni Allohidin Muhammad Xotanining ruhini bir xushal qilib etmaylimi? Durust, qonga qon, jonga jon oladigan payt keldi. Ya o'lim, ya ko'rim. Sog' qolsak g'ozi, o'lsak shahid. Ular darvishlarning yo'g'on hujrasiga jam bo'lib kuyayotgan gulxonni cho'ridab o'ltirishdi. Bor yo'qni tanglab, noshta qilib olgandan keyingi ishlar to'g'riliq jiddiy maslahatga kirishib ketdi. Har kim o'zi bilgancha so'zladi. O'z planini o'tirg'i tashladi. Oxirida Oy Muhammadlarning heliqi plani ma'qullikdan o'tdi. Soqolliq darvish o'rnidan turib elib, bu planni tushuntirishga boshladi. Yana bir darvish uning so'ziga luqma soldi va chaqchaq oralash dedi. Nonni chaynab yigizdiganga biz kichik bola emas. Og'ina, eng yaxshisi gapning o'ziga kelili. Masalan, oltin kondagi hashachilar bilan kim ko'rishdi? Qurol yaroqni nerdan topamiz? Bayatdan beri undamay o'ltirgan bir pakar darvish o'rnidan dasturdi-da. Qorong'u toqqa men boray. Chig'ir yo'l menga tunishliq. Yani kelib, u yerda bir qancha tunishlarim bor. Menga xohlagan biraringlar hamroh bo'lsanglar bo'ldi. Chaqar, Nuri, boya peshlardagi palvonlarni yig'ili. Mushu kunlarda ularni Niyoz Hekimbayning tulka, so'g'ir terisi oldindan jaq to'yiyotdi. Cherda peqir biladigan 3-4 qondoqchi bor. Ular Alsirbay zamonasida Monjularning qo'rxonasida qurol yasaganlar. Ularni chillab kelishga mana men bor. Ma'qul ko'rsanglar, peqir chaqarning o'zidilla 20-30 tumirchini 4 kundala hozir qila olayman. 36-bob tirilgan murda. Go'mu bo'stonliqi favqulodda bir balvoqqa joylashganmikin, 1 yil 360 kunning yerimida degudek qutirib turadigan kapsiz shamol ba'zida boqqa, ba'zida toqqa qarab so'qib turadi. Atiyas va kuz kunlarida bo'lsa, bundaq shamollar ko'kterik yezisining havo bo'shliqida do'qurishib qoladi-da, bu yeziga illiq bir klimat baxsh etadi. Atiyas baldur keladi. Kechkuz qarosimu kechkiprak tushadi. Biroq bu yil terik yerilg'udek qattiq sovuq bo'lgan bo'lsa-mu, Atiyaz yanala o'z qaralida yetib keldi. Oylab uyquda yotgan keng tabiat Atiyaz tevishining turtkisi bilan bir kechada cho'chib uyg'ondi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Dadamdan hozir hechlik biror xabar ololmadik. Akam bo'lsa yolg'iz. Shundoq kunda holiga hol, muhim bo'lmasa bo'lmas. Yo'q. Xotanga qaytqum yo'q. Jangichilardan jaq tuyib ketdim. Ey Xudoya, Xudovanda, oldimda bilib bilmay qilgan gunohim balki tog'dinmi zo'r, qumdinmi ko'pdir. Shu sababli jazoyimga, hukmiga har zaman tayyorman va ming marta roziman. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim.